不陪你，不陪你。哎，对了，都说完了。Men vatandagi barchaqdimi mushu ko'rinishlarni o'zim ko'rib kelgan. Xitoylarning Uyg'urlarning uyiga yerlashtirgan ishlarni men azaldan bu qo'shmoq tuqqan siyosatiga bekliqi men emas butun vatandagi xalqimizmi bu siyosatga shunda o'shib ketgan. Biz hech qachon ularning kelishini uyimizga biz bilan birga tamoqda va yoki turmushimizda bularning bo'lishini orzu qilmaymiz. 5 Ağustos günü Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomның kengaytilgan yig'ini açıldı. Yig'inga riyosatchilik qilgan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomның sekretari Chun Changgo'ning bu yig'inda yetkazgan Xi Jinpingning so'zining ro'yining asosli nuqtasi millatlar siyosatiga oid bo'lib, u Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini kuchaytirish va millatlar ittifoqligi bir oila siyosatini texmo aminlashtirish edi. Yig'inda Uyghur Abdunum rayonida davomlashayotgan millatlar ittifoqligi bir oila faoliyati haqidagi doklad anglab chiqilgan. Yig'inda barliq ideya va harakatda Xi Jinpingning millatlar xizmatidagi dokladi ruhi bilan birdaklikni saqlash, partiyaning millatlar siyosatini umumyuzlik ijro qilib, millatlar ittifoqligi bir oila, milliy ittifoqlik do'stlik faoliyatlarini rivojlantirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi qarshini kuchaytirish masalasi alohida ta'kidlangan. Bu Uyg'ur elida navbatda davomlashayotgan millatlar ittifoqligi bir oila, qo'shmoq tuqqan siyosatini texmi qat'iy tavranmay ijro qilishga qartilgan edi. Chet ellardagi vaziyat analizchilaridan Gollandiyadagi Asiya Uyg'ur xonimining qarashicha, Xi Jinpingning Junxo birligi taraqqiyot nishoni uning Xitoy davlatida cho'ng xitoylashtirish g'oyasini amalga oshirishni maqsad qilgan. Xi Jinping vazifaga o'tirgandan keyin bu yerda Junxo millatini gullantirish orzusi degandek bir planni o'tirg'a qo'yishimi, Junxo millati degan bir ulus kimligiga Xitoyda yashayotgan barliq xalqlarni shu millat kimligiga assimilyatsiya qilish, mushuni nishon qilganligi aniq. Asiya xonim Xitoyning millatlar siyosatining navbatdagi taraqqiyotining assimilyatsiyaga yuzlanganligini bildirdi. U Xitoyning ikkinchi qitimliq millatlar siyosatini ijro qilish bosqichida Xi Jinping bu siyosatni ijro qilishda Xitoydan boshqa millatlarni butunlay assimilyatsiya qilib yo'qotish siyosatini qonuniy vositalar orqali yurgizayotganligini bildirdi. Shunaqa bo'lganligi uchun Xi Jinping chiqqandan keyingi millatlar siyosati izchil boshqa millatlarni butunlay assimilyatsiya qilib etish yo'li qarab mangan. Amerikadagi lager shahidi va Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar haqida Xitoyda tarqalgan sin filmlarini aktiv yo'llab kelayotgan Uyg'ur faoliyatchi Zumrat Davud xonimmi ziyoratimizni qabul qildi. U Uyg'ur rayonida qonuniy vositalar orqali yurgizilayotgan Xitoyning atalmış qo'shmoq tuqqan siyosatining ijro qilish amaliyotini o'zi yo'llagan sin filmlari va o'z beshidan o'tkazgan kashmishlari orqali bayon qildi. Men o'z vaqtida yozgan shu xotirda. Menmi bayroq chiqargan vaqtimda palani qo'shnan bilan izchil turib yaxshi o'tyapman. Biz bir vaqt tamoq yedik, ya mahattada mandaq qildik degandek. Cho'qim mushtaq narsalarni yuqoriga topshirdi. 儿子，我的民族孙子，我们一块吃肉啦！还有我的民族儿媳妇儿，看看多好，相亲相爱的一家人。 Zumrat xanım bu xil siyosatning ijro qilinish amaliyotida atalmış Xitoy qo'shmoq tuqqanlarning Uyg'urlarning uylariga xohlagancha yerisha oladiganligini bildirdi. Hozir bu Xitoylarni voy nerkat deb qas bo'ldi, uninki bir ömürlük lagerga kirib yetishi u aniqli gap. U Xitoy bilan aniq o'tmading yoki bu millatlar ittifoqligiga ta'sir yetkazding degandekchu. Bu millatlar ittifoqligini hadab kuchib taqtaliqi nimqatqa vaqtida, tashviqotqa vaqtida bu Xitoyni uydan chiqarib o'tishi mumkin emas. Zumrat xonimning bildirishicha, Uyg'urlarga Xitoylarni o'z uylarida mehmon qilish aholilar komitetlari tomonidan tushirilgan vazifa ekan. Men vatanda barchaqda millatlar ittifoqligi Mingzu Tuanje Yijaching deydi bu Xitoylar. Mush Xitoylar bilan urug' tuqqandek billa bo'lish, har qanday jihatda yaqin o'tish degandek. Hattoki har qatim bayroq chiqarganda mush Xitoy bilan do'st bo'lganligini, Xitoylar bilan yaqin o'taligini, ashta bir ta'sirat bir narsa yozdigan, har dushanba kuni topshiradigan ashta bir ishlar bor. Shunga menmi vatandagi vaqtida mush bayroq chiqarganda ashuni topshirdim. Men palani qo'shnan bilan va yoki palani Xitoy do'st tutdim. Bu do'st bilan men bunday yiqib o'tyapman deb shu doklad
xarakterdagi narsalarni biz shu yuqorgi sunatdiqmish aholi komitetiga. Şoňa Uygurlar atalmış Xitay qoşmaq tuqqanlarning ularning uylarida qilgan Uygurlarning xas örüp-adatları, hatda insonlikdan chiqqan axloqsiz qilmishlariga sukut qilishga majbur ekan. Men hozir tushirayotgan videolarda qo'shmoq tuqqan siyosati bo'yicha mush Uyg'urlarning madaniyatiga xilof holda nurg'un uyga kirgan Xitoylarning mushu aroq tamakilarni Uyg'urlarga zo'lishi, balla, kichik balla demay, shu tamoq so'rinlarda aroq tamakilarni ekilib o'tirishlari, hattoki ularning ba'zida kiyimlarini sevitib o'tirishlari u bizningki madaniyatimizga, bizning bu nimamizga to'g'ri kelmaydi. Hökümetning qonuniy qo'g'dishiga erishgan Xitoylar bo'lsa, Uyg'urlarni haqoratlaydigan axloqsiz qilmishlarni xohlagancha qila oladigan vaziyat shakllangan ekan. Shuning uchun mushu ishdan foydalanib o'qtay mushundaq qizlarga yiqilishdigan, hatto balog'atga yetmagan kichik qizlar ko'rdingiz ana. Kimningli bo'lsa g'ururni o'riltalaydigan, achchig'ini keltiradigan ashta videolar shu. Endi u bicharalarga amal yo'q shu. O Xitoy ashundaq bir xato gapdan birni qilib tashkilga hukumatga dapla qolsa, ash qizlarga, ash oiladagilarga butunlay lagerga kirib ketish ehtimolligi yuqori. Shuning uchun bu hisobda Xitoylar nima qilmandiz qila oladi, nima ish qilmandiz qila oladi. Agar Uyg'urdan biroz qapoq turib va yoki burunqi vaqtlarga o'xshash ularga to'ng tegib bunda qilib qolsa, u udul berib aholi komitetiga yoki soqchiga berib, meni bunda kamsitdi, yo bo'lmasa meni bunda dedi, anda dedi deydigan bo'lsa, u oilani bir tutash opirib bir ömürlük lagerga kirib yetishi u aniqli gap. Asiya Uyg'ur xonimining ta'kidlashicha, navbatda Xitoy hukumati Uyg'ur avtonom rayonining janubiy qismidagi 90% dan ortiq Uyg'urlarni nishon qilib, elga naf yetkazish, Millatlar Ittifoqligi bir oila kishilari qo'shmoq tuqqan qatorliq siyosatlarni qonuniy vositalarning yordamida ijro qilish orqali Xi Jinpingning Jonghua birligi taraqqiyot nishonnomida boshqa millatlarni xitoylashtirib, Xitoy millat gavdasidagi Xitoy davlati qurib chiqish g'oyasini amalga oshirishni maqsad qilgan ekan. Bu siyosatning oxirgi nishoni Xitoylashtirish. Ya'ni barliq millatlarni xitoylashtirиш, ya'ni Uyg'urlarni asos qilgan. Bu siyosatga kirgizilgan moddada, ya'ni Uyg'urlarniki noposi 97%, 98%dan ortiq nisbatni egallaydigan janubdagi 4 viloyat oblastni nuqta qilgan asosda bu siyosat yurgizildi degan nuqta bor. Ya'ni asosliq nishon Uyg'urlarni asosiy qilish.